Arimiz qancha asal olib kelyapti? Hozir yana ko'rib olamiz. 67 kilo rovna bo'lgan ekan. 75 kilo 100 gram. 75 kilo desak ham 75 kilodan 67 ni ayirsak bizda 8 kilo kelyapti. Bu bizda bir haftaga. O'tgan yakshanba tartgandik. Bugun shanba kuni. Bir haftaga 8 kilo juda ham zo'r natija. Endi bir ichini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oydan da go'zaldir, kundan da go'zal. Değerli yashik to'lgan. Bu yog'i nima deyapti? Bu yog'ini o'qaltirib. Oydan da go'zaldir, kundan da go'zal. Asal, gilos va mana bu sarig'otlar Suryepkadan kelyapti. Olmalar ham sekin gullayman deb boshlayapti. Bir-biriga ulanib ketadi. Xudo xohlasa, shira uzilmak, asal yig'ib olamiz degan umiddaman.